Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida ilg'or texnikalar orqali xalqni kontrol qilishi va nazorat qilish qilmishlari g'arb davlatlarida e'lon qilingan nopozliq dokladlar orqali xalqaro oshkorlangan bir haqiqat. Yaqinda sin ko'rinishlarda tarqalayotgan bir qism sinlar Xitoyning bu jinoyatlarini texnik kuchli isbot bilan ta'minlamoqda. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan Xotan nahiyasining Uzunsu yeyasidagi bir soqchi punkti yanada tortilgan bir sin ko'rinish alohida diqqat tortadi. Bu sin ko'rinishida bir Uyg'ur qiz bir Uyg'ur soqchiga soqchi bayramilik sovg'at bergan bo'lib, sindiki sovg'at berguchi bu qiz soqchi bayramingizga muborak bo'lsin deb Uyg'urcha so'zlayotganda, soqchi punktidagi kuzatish kamerasi Uyg'urcha ovozni avtomatik tonib, shuni esingizda saqlang, ommaviy sorunlarda davlat o'rtaq tilida, ya'ni Xitoycha paranglashing deb orqama-orqa ogohlantirish bergan. G'arb davlatlarida e'lon qilingan nopozliq dokladlarda buningdan ilgari Hikvision, Huawei, Dajang qatorli Xitoy shirkatlarining maxsus Uyg'urlarning chiroyini va ovozini farqlantira oladigan texnik tadqiq qilib chiqqanligini, shundaqla bu texnikalarning kuzatish kameralarida ishlatayotganligini ko'p qatim fosh qilgan edi. Mazkur sin ko'rinishi tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan nazorat sistemasida chiroy va ovoz tanish texnikasi orqali Uyg'ur tilini avtomatik farqlantirib, Uyg'urlarning har bir so'z harakatini kontrol qilish va nazorat qildiganligidek jinoyatini kuchli tariqada isbotlab bergan. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan ba'zi sinlardami Uyg'ur bolalarning maktabda Uyg'urcha so'zlashishiga ruxsat qilinmaydiganligini, aksincha bo'lganda ig'ir jazolanganligini, yangi avlod Uyg'urlarning o'z ona tilini butunlay unutgan holda cho'ng bo'layotganligi ko'rsatilgan bo'lib, Uyg'urlar normal hayotida ish o'rinlari, soqchi, doktorxona, maktab, savdo saroy va ko'chalarda, hatto yez bozorlardagi savdo seti qildiganlarmi Xitoycha so'zlashga majbur bo'lmoqda ekan. Bu haqda yaqinda vatanimizga borgan Gollandiyalik Ali Nari ismli YouTuberning yaqinda e'lon qilgan sin filmida ko'rsatilgan ko'rinishda Qashqarning mol bozorlarida tortilgan bir ko'rinishda kishilarning savdo setiq va o'zaro salom soatdimi Xitoycha so'zlayotganligi. Mazkur YouTuber Uyg'urcha savol so'raganda kishilarning uningga Xitoycha javob berganligi tafsili ko'rsatilgan va u bir Uyg'ur qizi bilan paranglashayotganda ikki soqchi kelib uni uzoqdan nazorat qilib turgan. Xitoy Tibetni ishg'ol qilgandan keyin minglagan tibetlik Himolaya tog'idan o'tib Nepalga qochib ketgan bo'lib, navbatda Nepaldagi tibetliklar Xitoyning ig'ir nazorati ostiga tushib qolgan. Xitoyning raqamli nazorat sistemasi yolg'izlam mustamlik ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonda yo'l qo'yilib qolmay, o'xshash vaqtda ishg'ol ostidagi Tibet, Ishki Mongoliya va hatto chet ellarga uzangan bo'lib, ingliz chiqadigan Central Record gazetining 11 yanvardagi xabarida Amerika texnikasining Xitoyning kuzatish imperiyasini qolaylashtirganligi va hozir Nepaldagi tibetlik qochqinlarning buning bedelini to'layotganligi o'tirib qo'yilgan va bu raqamli diktatorlikning Amerikadagi davlatlardagi ba'zi shirkatlarning Xitoyga texnik ta'minlaganligi va bugungi kunda Xitoyni bu holatga akab qo'yganligi bu tragediyadagi ichinishli bir reallik. Necha 10 yildan buyon Silikon vodisi shirkatlari ko'pincha Beijingning talabiga bo'ysunib, Xitoyni texnik bilan ta'minlash bedeliga Xitoy bozoriga kirish imkoniyatiga erishib kelgan. Central Recordning 11 yanvardagi xabarda o'tirib qo'yilishicha, navbatda Nepal, Vyetnamdagi kameralardan tortib Pokistondagi lazer nurliq o't o'chirish tomlargacha, Afrikaning Keniyadagi butun shahar kuzatish sistemasigacha Xitoy shirkatlari kuzatish texnikasi bilan ta'minlayotgan bo'lib, bu texnika hozir Xitoyning dunyoviy ta'sir kuchiga erishishining muhim bir qismiga aylangan va raqamli nazorat qilish, algoritmlar va sonliq ma'lumotlarni kontrol qilish Xitoyning bu raqamli diktatorligining eng muhim nuqtasi. Shundaqla Xitoy dunyoga eksport qilayotgan nazorat qilish qurollarini Xitoy shirkatlarining Amerika loyihalarini setib olishi, ko'chirib olish yoki o'g'irlash orqali raqibi Amerikada taraqqiy qildirilgan texnikaga asoslangan deyilgan. Xitoy texnik shirkatlari hozir 150 dan jiq davlatni telegraf, nazorat qilish va raqamli ulaslarlar bilan ta'minlaydigan bo'lib, ularning bu texnikani kimga sotadiganligi yoki qanday maqsadda ishlatadiganligiga cheklama yo'q. Va Xitoy dunyoga raqamli nazoratning diktatorlik o'rnaklarini tarqatmoqda. Amerika Birlashma Agentligining tekshirishida
Nepal hökumətinin minglığan setiliş hüccətləri, şirket bazar etiş materialları aşkarlanğan. Birleşme Agentlik, hökumət və şirket hüccətlərini asas qılıb, Tibetlik qaşqınlar, Nepallıqlar, Amerikalik və Xitaylik injenerlar, boshqurg'ichilar, mutaxassislar va amaldorlar qatorliq 40 dan ortiq odam bilan suhbatlashgan. Nepaldagi Tibet amaldorlarining aytishicha, har yili minglagan tibetliklar Nepalga qochib kelgan bo'lsa-mu, bu son hozir bir xonaliq songa tushib qolgan. Sürgündeki Tibet hükümeti Birleşme Agentliği bergen bayanatida bu ciddi çekinişning sababi sifatida qattiq chegara kontroliki, Nepalning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining illishi va misli ko'rilmagan nazorat qilish ekanligini ko'rsatgan. Navbatda besim ostida qolgan nurg'un tibetliklar faqat Nepaldan ayrilish yo'lini tanlagan bo'lib, Nepaldagi 20 mingdan eshib ketgan Tibet nupusi bugungi kunga yarimiga yoki uningdanmi oz songa tushib qolgan. Nepalning saqchi jurnalimi saqchilarning xalqning harakatini ko'zitish, kimning namoyish qilganligini oldin bekitish va ularni oldin qo'lga olish, oldin faraz qilishdek Xitoyning raqamlik nazorat sistemasini ishlatayotganligini, ularning barliq uskunalarini berganligini yozgan bo'lib, bugungi kunda asosiy huquqlarni beradigan salohiyat kartasi bo'lmasa, Nepaldagi tibetliklar endi bank hisobot ocha olmaydigan, qonunliq ishlay olmaydigan yoki davlatdan chiqib keta olmaydigan, hamma yerda kuzatish kamerasi bor, kelajak yo'q ahvol shakllangan. Hollywood filmlari va artist Richard Gerening Amerika parlamentiga qilgan chaqiriqi garchi Tibetni diqqat markaziga aylantirgan bo'lsa-mu, Washington Tibet mustaqilligini e'tirof qilmay, faqat tibetliklarning huquqi va diniy erkinligini qo'g'dab, ehtiyotkorlik bilan harakat qilib kelmoqda ekan. Xitoy Sharq Turkistonda davlat terrorini qonunlashtirish va normallashtirishga davomli kuchmoqda. Xitoy Markaziy axborot to'rining 8 yanvardagi xabarda bayon qilinishicha, atalmış Şinjan jamoat xavfsizlik nazorati shu kuni muxbirlarni kutib olishini o'tkazib, atalmış eng go'zal asosiy qatlam soqchilarini tanlash natijasini e'lon qilgan. Xabarda 2025-yili Xitoy soqchi organlari Xitoyning Sharq Turkistonni boshqarish strategiyasini to'liq va to'g'ri yo'lga qo'yib, xatarning oldini olish, bexatarlikka kapolatlik qilish, muqimlikni saqlash va taraqqiyotni ilgari surish, terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlashni qonunlashtirish va normallashtirishni cho'nqurlashtiradi asosiy vazifasiga diqqat qilib, ko'p jihatlarda zo'r ilgarilashlarni qo'lga keltirdi deyilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi jamoat xavfsizlik organlarining Xitoy kommunistik hokimiyatining jallodlar qo'shini ekanligi, ularning 2016-yildan buyon Sharq Turkistonda davomlashib kelgan irqiy qirg'inchilikning oldingi sepida qon to'kish va jon ilish bilan bevosita mashg'ul bo'lgan qotillar guruhi ekanligi hammaga ma'lum. Agar kunlarning birida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning mas'uliyatini surishtiradigan payt yetib kelgan vaqtida dal mushu jallodlar qo'shinining har bir a'zosini jinoiy javobgarlikka tortish oldingi qaratdan o'rin oladi. Bu yerda diqqatni tortadigan tema Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan davlat terrori siyosati bo'lgan atalmış terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlashni qonunlashtirish va normallashtirish bo'lib, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramning yetakchiligidagi Uyg'ur tadqiqot instituti bu haqda xalqaro besimlarning kuchayishi sababidan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining o'z vaqtidagi raisi Shahrat Zakir 2019-yillari o'quvchilar o'qish bitirdi deb dunyo jazo lagerlarining taqalganligidan bishorat bermoqchi bo'lgan zamonlarda Xitoyning Sharq Turkistondagi terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlash nomidagi bostirishlarning hech qanday qonun asosi yo'q edi va uni normal ko'rsatish mumkin emas edi. Xalqaro jamiyatning bunchalar ig'ir bostirishlarni nimaga yoki qaysi qonun belgilamalariga asosan yo'l qo'yyapsizlar degan savollarga Xitoyning ko'rsatgidek hech qanday bir sababi yo'q edi. Xitoy har xil shakldagi insoniyat qarshi jinoyat va vahshiyliklarni sodir qilib bo'lgandan keyin turli qonun belgilamalarini e'lon qilib, Sharq Turkistondagi bu bostirishlarni qonun asoslariga tayindirishga boshladi va dunyoni uni normal ko'rsatish urinishlarini davomlashtirdi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Kuzatuvchilar bu haqda bu yerda faqat Xitoyning muqimlikni g'oya, terrorlikni bahona qilib turib, Sharq Turkistondagi bostirishlarni davomlashtirish niyatining o'zgarmaydiganligini ko'rib olg'ili bo'ldigan bo'lib, Xitoyning suiiste'mol qilayotgan terrorlikni o'zlari xohlagan ta'birlarga bog'lab turib, Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va hatto Xitoyning ichida hammani o'z irodasiga bo'ysundirish maqsadidan aslo voz kechmaydiganligidan derak beradi deb qaramoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.